Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Germaniya davlati ishlab chiqargan velosipetimizdan 3 tasini savdolashib berdik. Hammaga xayrli, barakotli qilsin. 3 tasi 2,5 million bo'ldi. Xo'p, sog' bo'linglar, yaxshi e'tiboringlar. Kimga shunaqa velosipedlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Ajoyib svetda, ajoyib velosipedlarimizdan bor. Generatorli, siz generatorlilari, maestrosiz maestrolar bor. Oldi generator buni ham. Bu aksiyaga qo'yganimizdan 6 ta 7 ta qopti. 650 ming, 700 ming. Bunisi Gerkulesi 2 million 800 ming. Ajoyib zamonaviy velosiped. Mashinasi nechmi? 1 million 700 ming. Xo'p, azizlar, mashq holatida keladi velosipedimiz. Olib, yuvib, joy-joyiga qatirib, minishga tayyor qilib beriladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Marg'ilon velosiped baza.